Eldor Shomurodov Italiyaga borib, Masharipovdan shaxsan xabar oldi. Istanbul Başakşehir hujumchisi Eldor Shomurodov Italiyaga safar qildi. Bu safar transfer yoki yig'in emas, oddiy, lekin juda insoncha qadam. U Jaloliddin Masharipovning holidan xabar olish uchun yo'lga chiqqan. Ma'lum bo'lishicha, Masharipov hozirda Italiyada jarohatini davolayapti. Ana shu jarayonda Masharipovni ruhlantirib qo'yish, qo'llab-quvvatlash Shomurodovning asosiy maqsadi bo'lgan. Masharipov esa bu uchrashuvni ijtimoiy tarmoqda samimiy qayd etdi. Eldor meni ko'rgani kelibdi. Bu mavsum Turkiyada to'purar bo'lishini tilab duo qilib qo'ydim. Aytish joiz. Joriy mavsumda Turkiya chempionatida Eldorning formasi chaqqon. U 16 ta gol bilan to'purarlar ro'yxatida 2-o'rinda turibdi. Demak, maydonda rejim yaxshi, kayfiyat ham yuqori. Endi faqat shunday barqarorlik davom etsin. Qisqasi, ba'zan eng katta motivatsiya katta gollar emas, oddiy ko'rishib qo'yish. Masharipov tezroq sog'aysin. Eldor esa bu mavsumda to'purarlik poygasida birinchi o'rinni ham tortib olsin.